Assalomu alaykum. Kanalimiz ishtirokchilari. Bugun 2026-yil 1-fevral kuniga shu bir kunda 3-video efirimiz bo'ladi. 3-video efirimiz bu mana bu siz rasmda ko'rib turgan Kober 5BB payvand tagiga bag'ishlanadi. Kober 5BB Kober 5BB payvand tagi. Ko'rishingiz mumkin. Kober 5BB. Bu payvand tag O'zbekiston bozorlarida uzumchi dehqonlarda aylanib yuribdi. Bu payvand tag O'zbekiston sharoiti uchun eng yaxshi bo'lgan payvand tag hisoblanadi. Agar Kober 5BB payvand tagiga uzumlarni payvand qilsangiz, uzumlaringiz shu Kober 5BB tomonidan yaxshi boqiladi. Juda yaxshi boqiladi. Chunki bularning o'ziga xos ildiz sistemasi Kober 5BB ni mana shu ildiz sistemasi. O'zbekistonda eng noqulay bo'lgan tuproq sharoitlarida, zahirlarida, suv nisbatan kam bo'lgan joylarda, shag'al joylarda, qumloq joylarda, gipsli tuproqli joylarda va juda chiroyli joylarda o'zini juda yaxshi his qiladi bu ildiz. Shuning uchun Kober 5BB ga payvand qilinish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa karantin hasharoti bo'lgan Phylloxera nematodasini O'zbekistonga kirib kelmagan, xudo saqlasin, kirib qolishi esa mana shu Kober 5BB payvand taglariga ulangan uzumlarni qurimasdan, kasallanmasdan saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun Kober 5BB payvand tagiga ulashni albatta maqsad qilish kerak, albatta. Kober 5BB payvand tagidan tashqari hozirgi kunda ayni vaqtda O'zbekistonda Riparia va Esotor degan payvandlar ham yuribdi. Bu Riparia payvand taglari ko'rinishi jihatidan Kober 5BB ga o'xshab ketadi. Ammo lekin Riparia O'zbekiston sharoitiga umuman bo'lmaydi. To'g'ri, umuman bo'lmaydi deyish noto'g'ri. Lekin Kober 5BB chalik effekt bermaydi. Shuni maqsad qilib olingki, har qanday holatda Kober 5BB ga payvand qilishga harakat qilish kerak. Undan tashqari Kober 5BB ga o'xshab ketadigan yana bitta payvand tagimiz bor. Bu payvand tag Esotor payvand tagi deb ataladi. Esotor payvand tagi. Esotor payvand tagi esa nisbatan yaxshi payvand tag. Lekin baribir Kober 5BB ni o'rnini hech qachon bosmaydi. Shuning uchun sizlarga bugungi video efir manfaatli bo'lishi uchun aynan Kober 5BB payvand tagidan uzumlarni payvand qilish kerakligini aytib o'tmoqchiman. Riparia va Esotor payvand taglaridan foydalanishingizni maslahat bermayman. Faqat Kober 5BB. Kober 5BB haqida yana alohida videolarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Salomat bo'ling.